أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف e'tikof ro'zaga munosib bo'lgan ekan ko'pincha Ramazonda e'tikof qilgan bo'g'achqa chetib qo'ydi e'tikofni. والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر. umuman hamda e'tikof shariat targ'ib qilgan ishlarning birisi. Vojib emas, sunnat, musammab mandub qatorida. Demak, mandub ishada talab qilgan ishlarning hamda, ya'ni yaxshi deb targ'ib qilgan ishlarning jumlasidir. Bu sunnat, mustahab, mandub hammasi mushun shirkdir. Lekin nazar qilib qolgan taqdirda vojib bo'lib ketadi. Masalan, imtihonda o'tsam, men cho'qim 10 kun e'tikof turma yoki Qur'onni yodlab bo'lsam, cho'qim 10 kun e'tikof turma degandek. Nazar qilgan bo'lsa, o chaqda buni ado qilish vojib bo'ldi. Wala khilafa fi zalik. Albatta bunda asos ixtilof yo'q dedi. Illa ma ruwiya an Malik annahu kariha ad-dukhul fihi makhafat an la yufi shartahu. Yani İmam Malik'ten shunda bir rivoyat qilingan, bir ajraq rivoyat bor edi. Yoki Imom Malikdan shunda bir rivoyat qilinib ekan. E'tikof qilib keyin joyida ado qilmasang, chaqat bo'ldi, shuna bu eg'irjukni juda olmasliging kerak. Boshlagan ekan, uning qattiq rivoyat musulmonlar shartlari bor. Shunga keyin shartiga rivoyat qilmay, buzutib qolsang, yaxshi bo'lmaydi deb sal qo'ygan. Va huwa fi Ramazon aktaru minhu fi g'ayrihi. Albatta bu Ramazonda ro'za vaqti bo'lgan ekan, e'tikof mo asos Ramazonda bo'ldi dedi. Başqa jiqamas deganda Rasululloh Shavvolda e'tikof qilgan tartib bo'lgan ekan, olimlar asosan Ramazonda e'tikof turishni sunnat deb qaraydi. Boshqa qism mayli deydi Alloh. Va bi xosatan fil ashr al awakhir minhu. Bo'labmi Ramazonning oxirgi 10 kunda bo'ladi. İz kana zalika huwa akhir i'tikafihi sallallohu alayhi vasallam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi hayotida, oxirgi qitibda e'tikof qilgan chaqda Ramazonning oxirgi 10 kunda e'tikof qilgan bo'lgan. Yani bunun hükmünü de sek esle etikafının hükmünü. Bu sünnet muakkada dairesi kirdi. Ve huve bil cümleti yeştemilu ala amelin mahsusin fi mevdi'in mahsusin ve fi zamanin mahsusin bi şurutin mahsusatin ve turukin mahsusatin. Yani umumen kılıp etsek bu etikaf manda nasıl öz işi oldu. Mahsus bir amelini öz işi oldu. Bu mahsus bir urunda ada kılınış gerek. Mahsus bir zamanda ada kılınış gerek. Mahsus şartları var. Anda cheklangan ba'zi ishlar bor. Mani qilmaysiz deydigan tarq qilish kerak bo'lgan ishlar bor edi. Fa ammal amalu allazi yakhussuhu fa fihi qawlan. Endi e'tikofga xos bo'lgan ish qaysi deganda ikki xil qarash bor edi. Qila innahu salah. Bir qarashda bu namoz va Alloh taolani zikr qilish, Qur'on o'qish mushullanibdi. La g'ayra zalika min a'mal birri wal qurab. Uningdan boshqa taat ibodatlar buning xos emas debdi. Ve huve mezheb İbn Qasim. Bu İmam Malik'nin mezhebi içindeki qarashlarını bayan qildi. İbn Qasim'ninki qarashi ekan. İmam Malik'nin şagirdi. Ve qila jami'u a'malil qurab vel birrul muhtassati bil ahireh. Yani bir qarashda barliq taat ibodatlar, oxirat savob qildigan bunda ibodat deb qaralgan ishlarning hammasi e'tikofga xos ishlar. Yani e'tikofga kelmaydigan, e'tikofning o'zining bir parchasi degandek buldu işler demek. Bu İbn Vahb'nin karışık. İbn Vahb İmam Malik'in şagirdisidir. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم. Ve ikinci karışık asasen muş işlerin hamını kıldı dedi. Yani cenaze namazı kanışır iken, kesel olası yoklaydı iken, ders yürütüdü iken, okuydu iken, muş hamısı taat ibadetler dairesi kirgen iken, etikafka layık işler katardım buldu iken. Lekin birinci qarashda bu ishni qiyilolmaydi dedi. Birinchi qarashda sen faqat o'tirib, namoz o'qiysa, zikr qilsa, Qur'on o'qiysa, bas. Va hada huwa madhhab al-Thawri. Demak, bu keyingisi, kengroq doiradagisi bu Thawrining qarashi dedi. Birinchisi Imom Shafiy, Abu Hanifa'ning qarashi ekan. Ya'ni e'tikof mushunda bir necha ish qilam xos, shuningdan boshqani asosan zo'ril bo'lmagan ahvolda qilmaysa dedi. Yani bularning talashlashining sababi nima? وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه. Bu şeriatta aniq bir ko'rsatma kelmagan masala. Ya'ni bunda qiysim bo'ladi yo qilmaydi degan bir ko'rsatma yo'q. Yani hadis bormi? Yo'q. Ya'ni annahu laysa fihi haddun mashru'un bil qawl. Buni chekini belgilaydigan bir nas yo'q. فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال لا يجوز.
Demek etikap degan so'zdan ay masjidga xos ish qilsan o'zingni shu masjidga so'lashdan iborat bu deb tushungan bo'lsa masjid qildigan ishlarni qilsa deydi. Ya'ni jinozani shu masjidning dairasiga chiqarib desa Rasululloh vaqtida jinozamizni masjidda emas, a tarafda bir namozgoh, baqiyaga yaqin yerda namozgohda musvatdi, musalladan shu yerda namozni tushirdi. Yani hozir masjidda tushirish bu hozir shunda bulayotgan ish, lekin Rasululloh vaqtida jinozamizni sirtda tushirdi. Undan keyin masjidga xos ish deb qaraganlar jinoza namozini chiqarib o'tadi. Chunki masjidning sirtida qiladigan ish bu. Ay kesal yo'qlashmi? Sirtda yo'qlayapti. Ha shuna. Shu sen sirtga chiqib kesal yo'qlayman deb jumaysa dedi. Etkab qilgan. Undan chiqinchi bo'lsa biradan masjid etkabga tiloga chiqib kesal yo'qlab ko'rsam masalan, etkabda sen tug'a vaqtingda bir tuqqan kasallar doktorxonaga chiqib qoldi, bir avval bo'lsa, qachchida uyga berib jumay, qachchida doktorxonaga chiqiblam, yo'qlablam, yana masjidga qaytsa. Boshqa zo'rlamas ishni qilmay, ikki tarafga qaramay, berib qaytib yana etkam davomlashtiraversa. Birinchi qarashga asosan yasamasdan o'tirdi. Etkab qilaman deb masjid turman deb ahdlardan o'zini iltizom qildim. Ularning masjiddan sirtga chiqmaysa. Yani ders o'qitishmi, masalan, maktabda o'qituvchilik qilgan ekan, ders berish kerak ekan, yo o'quvchi ekan, ders berish kerak ekan. Birinchi qarashda chiqmaysa, bormaysa. Agar unda qilmaydigan odam etkab to'xtama. Etkab chigan kelsa, o'chada butun sirt bilan bu narsani uzsa. Nega ishkinchisida? Ishkini qarash, kanta sharaq uni asa qildi. Nega ishkinchisini o'lchim borda, shunaqa taqarrub, amal taqarrub bo'lsa, bo'ldi, bo'lmay qolmaydi. Hozir biz tarjih qilgan qarashimizda, zo'r bo'lgan ishli bo'lsa, uni qilsa bo'ldi. Yani şu sirtga chiqib kasal yo'qlashmi ham o'zi savobli ish ham zo'ril ishlarning birisi. Ijtimoiy tarafdan sizlar ham zo'ril ham savobli bunda bir ish. Bundan boshqa tamoq elish uchun, masalan, masjidda odam qo'shiq ochgan, masjidda tamoq yo'q bo'lsa, siz chiqib ochgandan tamoq yeb yesa bo'ldi. Ya tamoq olib masjidda yeydi. Ya masjidning ichida hojatxona bo'lsa, sirtga chiqib hojat qilsa, masalan, haramda shundaymi? Sirtga chiqib tamoq yeb hojat qilib ilib chirdan gap. Ama ikkinchi qarashni buni nasb bo'lmani aniq belgilab shariatda chekilgan nima bo'lmagan ekan, bunda sal kengroq buni asab qildi. Demak, bu masjidga xoslam ishlar yo'l qo'yildi, shu ruxsatni boshqa ishga ruxsat yo'q deb qaraganlar. Chunki bu masjiddan turishdan iborat bo'lganki, etkab, namoz, qiraatul Qur'on va zikrulloh shular bo'ldi. Va man fahima minhu habsan nafsi ala al-qurab al-ukhrawiyya kulliha ajaza lahu ghayra zalika mimma zakarna. Biya sen o'zingni faqat oxiratga xoslam taat ibodatlik bilan o'zingni ishada bog'lab qo'ysa deb tushungan bo'lsa, o'chada sirtqa chiqib qilgan taat ibodatning hammasi o'shanga kiradi. Yani bayatın yuqur degandan boshqa, yani nurg'un taat ibodatlar sirtqa qilgan. Ashamni qilsam bo'ldi deydi. Asli e'tikob degan Alloh taoladan cho'qim meni mag'firat qilvasi ekanda qattiq yelinib iltijo qilib zodi mushqatim 10 kun ichida deylamaslar. 10 kun ichida zodi Alloh taolo meni mag'firat qilib shu pak-pakiz oppoq qilib bir chiqdi degandim, uni turgan narsa. Butun dunyodan uziblar Alloh taoloning ishini ochgandan qaqiverib 10 kun to'xtamay qaqivergan ekan, uni mag'firat qiladigan gap. So'ng bu Alloh taoladan afu talab qilishda, mag'firat talab qilishda qattiq qashonlik bilan chin turilishdan iborat. Allah'ın baytida turmadi. Xuddi bir hozir jamiyatdan bir ishni bajarish yoki ojiz odam berib bilsin uyda yetib olgandek, Alloh taolaning uyida yetilishdan iborat. Chunki boshqa ish bilan mashg'ul bo'lma, shulam butun diqqat shunda. Nahotki bu favqulodda bir alohida ibodat. Bizning diyorimizda amal qilinmaydigan sunnat. Bizning diyorimizda satar qancha sunnat amal qiladigan musulmonlar bo'lsa-mu, ya bu odatlanmagan qilib bakmagan yoki uning ruxsat yo'q. Jamiyatdan bir masjidga kirib e'tikob qilaman desa, hukumat ruxsat qilmasligi mumkin. Uyda turamda bundan keyin chiqadi. Ya'ni buning shartlarida keladi. Ro'za tutish kerakmi, kerak emasmi? Uy tutsin bo'ladimi, boshqa tutsin bo'ladimi? Qanday masjid bo'lishi kerak? Shuni bizning diyorimizda mumkin bo'lsa, bunda sunnat ihyo qilsa bo'ldi. Bunda sunnatlikda asosiy ixtilof yo'q masala. Ham shu kishining oxiratlik uchun intayin foydali. Sunnat muakkada. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يساب وليشهد الجمعة والجنازة. Kimki e'tikofdaysa sat gap qilmasin, tillashmasin, jumaga va janoza qatnashsin. Asal ikkisi o'xshash.
Nimani dedik-ku? Mufaragında odatda bireylerning miskasini joiz dedik. Chunki bu yanala ikki taraf o'ttirib bo'lgan emas. Wa yusi ahlahu idza kanat lahu haja. O'zining bir ishi bo'lib qolsa, o'zliklariga tabalab qo'ydi. Qanday tabalab va huwa qamil va la yajiz. O'rtiriblarmi bunda, başmında qilib o'tinglar deb tabalab qiliblar, joizlik tutadi. Uy berib, bir choy ichib, tomoq yeb, bizdan mo'ngdishib, bir soat uxlatib, bunda nima qaysi bo'lmaydi. So'ng Rasulullohmi hujra chimay, derizda kiyadin 5 namida tutib bergan, Hazrat Oysha chesini taraf qo'ygan, yujib qo'ygan. Tomoqni asirib pirish kerak emas. Uy ichirib, tomoq yeb o'tasa, u masjidda etkab qilganda bo'lmaydi. Farq yo'q. Nega debdi nima inson najotlarga chiqsa bo'ladi? Zürül hacet çıksı buldu. Lekin tamamla eser kılması isim buldu. İmkanı var. Lekin akirish imkoniyati chiqsa bo'ladi. Akirish imkoniyati bo'lmagan chog'da majburan chiqma chora yo'q. Bu tamoq yemasa ulab qoladi yani. Unda ondan chiqish kerak. Men mahal ko'ydagi jamoat bilan namoz o'qigan masjidlarda o'sha oldimizda tamoq asirib bersa, chiqsa chisa bekmaydi. Wa yusi ahlihi idza kana lahu haja wa huwa qa'imun wa la yajiz. Zakarahu Abdurrazzaq. Abdurrazzaq rivoyat qilgan mushu Alininki mushu asrini. Mesela Adrak sanızlan kıyamıyorsun. Abdurrazzaq Musannaf Abdurrazzaq da bu sahabe tabiinlerinin karışını izlemek olsanlar. Musannaf Abdurrazzaq, Musannaf İbn Abi Şeybe, Sunan Kubra al-Beyhaqi, İbn Hazm al-Muhalla, İbn Cerir Tabari'nin tefsiri. Bu şu kitaplı insanlar çıkıyor. Asas değil. İzleyen eser çıkıyor. Yani sahabe hadisini izlesek aşırı izleyemiz ama mesela Kutubu Sitte müşkülde izleyip sahabının eserlerini izlemek olsak aç kitap okudunuz. Musannaf Abdurrazzaq 12 mücellet. 13 kitap. Asas sahabeden tabiinler rivayet kılıngan olsa da çıkıyor. İki kitapның birisi. Wa ruya an Aişa'ta khilafu hada. Aişa radhiyallohu anhadan bunun ta'tir rivayet kılındı deydi. Bunu Abu Davud rivayet etmişken. Yani unda çıkmaydı, cenaze qatnaşmaydı degan, ha? Shunda ular ta'tir bo'lgan ekan. Wa huwa anna sunnata lil mu'takifi alla yashhada janazatan wa la ya'uda maridan. Demak, rivoyat qilingan nima? Aisha rivoyat qilingan. Mushu. As-sunna lil mu'takif alla yashhada janazatan wa la ya'uda maridan. Etkabda o'tgan kishiga qarta sunnat janoza qatnashmaslik, janoza namoziga kasal yo'qlamaslik debdi. Xuddi bu hamda kasal yo'qlash janoza qilish bandiga qarta bo'lgan muomalaga kirdigandek. Sap Allohga ashuzundigan ibodat emasdek. Chunki bu haqqil uxuva bo'lgan ekan. Musulmonning ustiga haqqi nima? Janozaga ishni qo'y, namozini tushirib qo'yish, mushu ishlar jumlasida. Kasalni yo'qlash, salom qilish, qaytirish masalan. Va hada aydan ahadu ma awjaba al-ikhtilaf fi hada al-ma'na. Bu mushu masalada ixtilofga sabab bo'lgan narsalarning birisi edi. Yani bu ikki asarni solishtirsak, Hazrat Oyshaninki jalliqroq. Wa amma al-mawadi'u allati fiha yakunu al-i'tikafu, yani qanda o'rinlarda e'tikof qilindi. Masjidlarmi yoki uyda qilsin bo'lamdi, boshqa yerda qilsin bo'lamdi degan masala. Fa innahu ikhtalafu fiha fa qala qawmun. Albatta bunda ixtilof bor. Bir guruh olimlar la i'tikafa illa fil masajid thalathati baytillahi al-haram va baytul maqdis va masjidin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Mush 3 masjiddan boshqa masjidda e'tikof qilish yo'q debdi. Mush 3 masjidga xos. Ya'ni xuddi bu 3 masjidning yani hurmati favqulodda yuqori bo'lgan ekan, alohida bo'lgan ekan, mush 3 masjidlarga e'tikof qilish var. Va bi qala Huzayfa va Sa'id ibn al-Musayyib. Sahabadan Huzayfa, tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib mush qarashdi bo'libdi. Wa qala akharun al-i'tikafu 'amun fi kulli masjid. Bir guruh olimlar hamma masjidlarda e'tikof qilsa bo'ladi debdi. Va bi qala Shafi'i va Abu Hanifa va Thawri. Va huwa mashhur mazhab Malik. Ana mashhur mazhab Malik degandan nima ma'lum bo'ldi bu yerda? İmam Malik'in mashhur emas, yani bir qarashi bor degan gap. Tamam. Va qala akharun la i'tikafa illa fi masjidin fihi juma. Yani ba'zilar juma o'qiladigan, juma masjidi deymiz-ku biz Uyg'urchalar. Juma masjidi bo'lsa, ya jama bo'lsa, ondan joiz bo'ldi. Odatda juma o'qilmaydigan masjidlarda bo'lmaydi debdi. Va ya rivoyat ibn Abdul Hakam an Malik. Ibn Abdul Hakam Imam Malikning shogirdlaridan birisi. Imam Malikdan rivoyat qilganmish ikkinchi qarashni. Lekin shu hamma masjidda deganlar shu 5 vaqt farz namozlar o'qiladigan masjidni ko'z tutdi deydi. Adama Yezdilda 5 vaqt farz namoz o'qilmaydigan, 2 vaqtlam o'qiladigan masjidlar bor. Yezdi shundadir. Ha.
Şu bamda tıkıldı, yakıttan girdi. Bunlarlıkta etsizlikte okuydu. Ayında diğerli var. 5 vakit namaz okulduğun mescid olması gerek de bir şey. Ve ecma'al kullu ala enne min şart'il i'tikafi el mescid. Muşulların hemmesi hem de mescid buluş gerek de bir şey. Bulduğanlıqını itibak geldiydi. İtikaf kılgansa mescid kılsa illa ma zahaba alayhi İbnül Lubaba min ennehu yasihhu fi gayri mescid. İbnül Lubaba şu Maliki mezhepteki ulemadan birisi. 340. yıllar atrafında hicriye vefat olan El-Muntakhab degan kitap var. Bu anda mescidin başka yerdimi etkap kılsan bulduğu depti. Lekin Kur'an-ı Kerim'de ve entum akifuna fil mesacid dedi. Bu şundan hem de mescidde etkap kılıp çıkmamdı şart namaz mı olmaz. Ve enne mübaşereten nisa innema hurrimet alel mu'takifi idha atakafen fil mescid. Hem de ayallarla birli bolaş, mübaşer degan birli olaşını bildirdi. Asli bu mübaşer degan quchoqlash degan bo'ldi. Til jihatdan. Bashirani biz nimada da tafsirda bashira deganni terining eng usti, terining eng sirti dedik ama yüze. Şu yüze terining yüzüge tegsa mübaşir oldu. Bashiraga tegdi degan mübaşir. Degan buni odatda jima qilib ishlatadi. Demak, bu yerda masjidda etkab qilish bo'lganlikdan ayollarga yaqin qilish cheklangan deydi. Ammo sirti qilsam bo'ldi debdimi Ibn Muborak. Ana shaz qarash endi bu. Odatda ijmodak nimadan chiqayotgan ekan bu. Şu derecede. Ve illa ma zahaba ilayhi Ebu Hanife min anna al-mar'ata innama ta'takifu fi mescid beytiha. Yani İmam Ebu Hanife'nin ayrım bir çıkıvagan karşı var deydi cumhurdan. Bu ayol kişiye özünün üyünün mescidde etikap kıldı deydi. Bu üyünün mescid degan nima? Uyda mas namaz o'qilgan bir yana belgilab qo'yilgan. Mesela Rasululloh malika Atban ibn Malik bir sahabe kelib men ko'zim ajizib qoldi. Hozir masjidga keldigan ma yo'l sal igizpas azgallovan bilvan men ko'rmay qolaman. Uyam kelib men namoz o'qib başladim. O'sha yana namoz o'qiydigan namozga qilib olsam desa Rasululloh asatigan berib ishkirga namoz o'qibadi. Nada o'qib beramiz ko'rsatasiz niyada desa o'sha o'qibadi. Uyninki masjidda. Her uyda namoz o'qiydigan ma'lum bir yana belgilab qo'yish bor ekan. Davomli. Bir tarafini ya qaznaqdagi yani mesela yoki mehmonxonaning bir taraf ma'rabga udildigan yani hamma oilada o'zining bir munosib bo'lgan bir yerini belgilab qo'yish bor ekan. So'ng ayollar masjidga asosan chiqmagan ekan, masjidga chiqsa bo'ldi, cheklamaymiz. Lekin uyda o'qisa yaxshi. Ama uyda o'qigan ekan davomli bir yani masjidda o'qiydi ekan. Mesela ayol kishi shu yerda etkab qiladi deb taniladi. Demek bu başka köpçülükten de ayol kishi talatga masjid qilmaydi, uydagi masjid qiladi deb ayrim chiqib oldi Ebu Hanife. Ama hamda Ebu Hanife jamoat namoz o'qigan, artık masjidda ayol kishi etkab qilsa bo'lmaydi deb turganimda. Bo'lur deydi. O'zining uyining masjidida afzal. Jamoat va masjidda etkab qilishi makruh deydi. Yani bir mazhabning qarashi. Jinoatga tekshirsak bunday chiqadi. Şu uyanacha hujrasining ishida mesela bunda 2 metre yani mescid qilgan bo'lsa, shu yerda dam shu yerda o'tirib qolibdi, shuning doirasidan chiqmaydi. Buni yosh nima qiyosga ayollarning namozi uyda qolgan namozi afzal. Afzal. Uning ustiga yana masjiddan erkishli var. Bu yerda 24 soat shu yerda turgandiki uxlamasa bo'lmaydi, yatmasa bo'lmaydi, o'tirib qolmasa bo'lmaydi. Bu chaqda erkishlar qarabimda yaxshi bo'lmaydi. Ayollar xilolatda eshilib qilish yo'lida deb uni cheklaydi. Yo'ldish bilan birga itkab qilgan bo'lsa, bu makruh emasmi? Yani yo'ldish bilan qilsa u masjid ko'pchilik ommaning musulmonlar ommasiniki masjidda u ishkelenga xos masjid emas. Shunga hech kim chimsa biz er-xotinlar turimiz degan bo'lmaydi dedi. Shunga boshqa musulmonlar namozida sirda boshqa namaram bo'ldi demak. Wa sabab ixtilafihim fi ishtirat al-masjid aw tark ishtiratihi والإحتمال الذي في قوله تعالى يعني مسجد شرط قلش ياك شرط قلمسلقه talashtar sebebi mush Allah Teala'nın mush sözüki ihtimallik dedi. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد dedi. Siz mescidlerde etikap turgan halatınlarda kulağa yakın gelmenler dedi. Misal ihtimallik qası beyne yekun lahu delilu hitab em la yekun lahu. Delil hitabda bizim degan toq. Demek mefhum muhalafa deb atıldı. Delalatun nas la fi mahallin nutq. Yani nutq qilgan narsa emas, uning boshqa narsaga dalolat qilishi dalil hisob bo'ldi. Yani va antum akifuna fil masajid masjidlarda etkab qilib turganlarda degan masjiddan boshqalar etkab bo'lmamdi degan bir nima. Ama ta'til qilmasak bo'lmaydi degan chiqdi.
فمن قال له دليل الخطاب قال لا اعتكاف الا في المسجد. Demek bunun ta'til hukmi var deb qarasa, masjiddan boshqada e'tikof bo'lmaydi dedi. Ondan e'tikofning sharti shu ayollardan ner turish kerak deb chiqqan shart bo'ldi. ومن قال ليس له دليل الخطاب يعني bunun ta'til hukmi olmaydi desa, al-mafhum minhu anna al-i'tikaf jaiz fi ghayr al-masjid. Masjiddan boshqada e'tikof jaiz bo'ldi dedi. Va annahu la yamnu al-mubashara. Ayollar bilan yaqin kelsin mayli deganni chiqardi. Yana qala law qal masalan odatda gapimizdan da manda deb qolsa la tu'ti fulanan shay'an idza kana dakhilan fi ad-dar. Falan agar uyda bo'lib qolsa bir narsa bermanunga degan bo'lsanglar odatda. Lakin mafhum al-khitab and buning ta'til hukmining bo'lsa an tu'ti idza kana kharij ad-dar. Uydikchada bermagan, uyda bo'lib qolsa bermagan degan bo'lsa, sirtida o'z bergan degan bildirdi. Walakin huwa qawlun shart. Demak, masjidni mubashara qilmaslikni shart qilish shu ko'pchilikning shu jalliq. Shart emasdi degani bu shart. Misol dalildan oldik. Endi Rasulullohning sharikati qarasak, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda e'tikof qilgan. Boshqa e'tikof qilganmi? Yo'q. Yerag'ida istiqomat qilgan, e'tikof emas. Ham bu payg'ambarlik vahiy kelishdan ilgari kelgan. Yani Rasulullah vaqtida Rasulullohning ustida masjid qilib olay, ko'spas, namoz o'qipaslar deganda Rasulullohning tabarruk bo'lishi bor. Rasululloh namoz o'qib berib, deganki u yerda bir xilamda barakat, bir xil fazilat paydo bo'ldi degan. Tabarruk bo'lishdan iborat. Bo'lmasa, vajolat lil ardu masjida va tahura. Qayerda namoz vaqtiga qolsa shalom o'qisa bo'ldi dedi. Endi uy ishi balkamda burunqi vaqtida uyning ba'zi pokizlik tarafdan bir yana maqsad qo'ysa, yani shalampat olmay pokiz turadigan, nima paga bijal bo'lsa, masalan, ya odatda tukurilgan, suv ichiladigan, ya chayning piyorini shunday qilgan chayni to'kilmas masalan. Shunga ya ushab qilib yuradigan, ya tarat qo'ygan bunday ahvol bo'lishi mumkin. Ana burunqining uylari hammasi bizning hozirgidek unda o'xshamaydi-da. Sharoitda har xil bo'lishi mumkin. Shunga bir yana maqsad qilib qo'ysa, pokiz, tamom namoz o'qiydigan xudoga bir zeynat saqandek namaz layık turuşçatın faydalı. Vel cumhur ala ennel ukufa innama udifa ilal mesacid li'enneha min şartı. Demek köpçülük alimler ve entum akifuna fil mesacid mesacid ekiliştin maksat mı şada? Şartı oğanlık için ekip koydu. Bu ve entum akifuna desi bulta dedi. Bu an usul fıkkıda muşunda kayıt kılınan nesli zada aşının şartı bulamdı, bulmamdı diyen mebhasta bahs kılındığı. Ama zaman ama mescid kılındı diyenken ailesinden mescid diyen umum kılardı. Ya hazır hamda mescid kılındı degene ay namaz okusan bulduğun pakiz ya kılındı, namazın dürüst olduğu yakında. Lekin aşı hazır biz adam toplaşıp cemaat olab namaz okuygan mescidin hükmünü alamda almaydı. Çünkü mescidde cünüp halatta yusan bulmaydı o yerde. Ezdamı belki onda turmaydı, ötep kessen okuldan. Ama başka zımında mıyada Cenab-ı Hak izdalat duruyordu. Onun ayrım bir hükümleri var mı? Cemaat okuyduğun mescidde. Ve amma sebep ihtilafin fi tahsis bazı mesacidi ev ta'mimiha. Yani bazı mescidler buludu, bazı mescidler bulmaydı deyin çoğu. Cuma okuduğun mescidde, 3 mescidler buldu dedi. 5 vakit namaz okuduğun mescid buluş gerek dedi. Bunda numuqlaşık ihtilaf ya. Femuaradatul umum lil qiyasil mukhassisi lehu. Umum ve entum akifuna fil mesacid diyen ayette umum geldi şimdi ama. Lekin kıyasen nima qilsak, qiyas ma'lum bir masjidga xas qilib qo'ydi bu hukmni. Demak, qiyas bilan hozir oyatning umumi zid keldi dedi. Faman rajjahal umuma qala fi kulli masjidin ala zahiril ard. Umum masjidlarning hammasida bo'ldi deganlar bu umumlikda asl oldi dedi. O'sha oyatningki zohir qilamizlar. Wa man qadaha lahu takhsis ba'd al masajid min zalika al umum. An ba'zilan ko'ngliga masjidning ba'zi xaslashtirilgan degan hukm kelib qolsa, biqiyasin qiyas bilan anda bir hukm kelibdi. Ya'ni qiyas bilan taxsis qilishni muvofiq ko'ribdi shu ko'ngilda. İştarata an yakuna masjidan fihi jumu'a li'alla yanqata' amal al-mu'takifi bil khuruj ila al-jumu'a. Juma o'qilgan masjidda etkab qilish kerak. Boshqa masjid so'z bo'lmaydi. Nima uchun? Sen bir hafta ya 10 kun etkab qilish jarayonida juma namozi qilding. Ya'ni sen bu masjid cuma o'qilmaydigan masjid bo'lsa, cuma o'qilgan masjidga bir malga berishing kerak. Undan keyin etkab ta'sir etadi.
Şu ta'til emaskan, jumadan chiqmaydiganga, masjiddan turadiganға davomlashtiradigan qilsa demakchi. Qadaha lahu yani ittadaha lahu, tabayyana lahu degan. Aw masjidan tushaddu ilayhi mati. Misli masjid Nabi sallallohu alayhi vasallam alladhi waqa fihi i'tikafu. Yoki rasmi ular minib safar qildigan, Allah safar qilib berildigan bir masjid deb menda taxsis qildi deydi. Matini bizning uloq. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل مطايا تدقى أسلم مطا ديان متى سوزلش سوزاش مدة مطا نموشن دسا ularning boynu mangan chaqda boynu so'zlab va tugining mangan qarasanglar boynida so'zlab mangdi tamuddul a'naq deylar yani shu keyin ularga unda safarga qilingan narsaga ishlab kelgan ولم يقص سائر المساجد عليه. Demek munda alay masjid bo'ldi deganlar boshqa masjidni uni qiyos qilmoqdi. Uni ustiga Rasulullohning e'tikofni nada qilgan? Rasulullohning o'zining masjidi qilgan. Shu masjidda Rasululloh shada qilgan. Sen bu shada qilsang bo'ldi, boshqa narsa qilmaydi degandek bir. İz kanat g'ayr musaviyatan lahu fil hurma. Chunki u masjid bilan boshqa masjidlar hurmat jihatdan o'xshashmaydi. Ama qul boshqa masjidga o'xshamas. Makka masjidi o'xshaydi. Yani hurmati va alayda Kaaba, Baytulloh. Unda Masjid Aqsa o'xshaydi. Demak, shu uchni undan bir qator sanab boshqasini u darajaga ko'tarmagan. Va amma sabab ixtilafin fi i'tikaf al-mar'ati, endi ayol kishining e'tikofida talash-tashvish qildi bular. Bunun sababi nima esa? Fa muaradatul qiyas aydan al-athar. Yani ayol kishi masjid qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi deb talash-tashvish qildi-ku. Hanifi mazhabda o'zing masjidda qildi dedi. Bu yerdan qiyos bilan hadis zikr qildi. Qanda va dalga annahu thabata anna Hafsa va Aisha va Zayd radhiyallohu anhunna azwaj an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ista'dana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fil i'tikaf fil masjid fa'adina lahunna hina darabna akhbiyatahunna fihi. İcazat so'rabdi i'tikof qilishga Rasululloh ijozat berdi. Ularning chedirini tikdi. Akhbiya degan chedirini tikdi. فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. Demek müşahede ayol kishining erlarning umum jamoatning masjidda shuyada e'tikof qilsa joiz ekanligi dalil bo'lgan deydi. Endi qiyos shu bilan zikrilgan. Fa qiyos al-i'tikaf ala as-salat. E'tikofni namozga qiyos qilish kerak. Va dalga lamma kana salat al-mar'ati fi baytiha afdala minha fi al-masjid ala ma jaa al-khabar wajib an yakuna al-i'tikaf fi baytiha afdal. Unda hadis chiqargan bo'yicha ayol kishining uyda o'qigan namozi afzalroq degan bo'lgan ekan, e'tikofmi uyda qilgan afzalroq bo'ldi deb. Bunda qiyos. قالوا وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه صلى الله عليه وسلم معه كما تسافر معه ولا تسافر مفردة. Yani amlarni bir mazhab kalın degan bo'lish kerakmish. Cho'qim qalu degani ayol kishi e'tikof qilmoqchi bo'lsa, ama masjidda e'tikof qil deydi. Yoki jumhur degan bo'lishi mumkin. Ayol kishi umum jamoat va masjidda e'tikof qilish bo'ldi deganlarmi? Ha, er va ayol kishi bo'lsa, cho'qim er bilan qiladi. Rasulullohmi ayollar ruxsat bergan chaqda shu o'zi bilan birga e'tikof qilishga ruxsat bergan. Unda sanmi Rasululloh o'xshash qilmoqchi bo'lsa, erlari bilan birga qilishga ruxsat qilsa, bundan boshqa ruxsat qilmayman. Xuddi hamda safar qilsa, er bilan safar qildi-ku, ya mahram bilan, u yolg'iz mahramsiz safar qilmagandek, shu o'xshashlarni debdi. Va ka'annahu nahwun min al-jam'i bayna al-qiyas wal athar. Bu xuddi hamda ham hadisni birga ilib, qiyosni bilib, ikkisini jamlab, ikkisini yug'urib chiqqan bir qarash bo'lishi mumkin dedi. Chunki hadisni oldi hozir. Bu qarash shu. Rasululloh o'zi bilan birga ayollarning turishiga ruxsat qildi. Undan keyin er bilan birga tursa bo'ldi dedi. Ondan er bilan birga turmaga holati bo'lmaydi dedi. Namozni qiyos. Ya'ni bu tursa makruhlikni bildirdi. Farzlarni tashlaganlar. Er bo'lmagandan shunday. Er yo'q ayollar tursa bu chaqda bo'lmaydi dedi. Ya'ni makruh demakchi. Ya'ni bu mazhabda shu makruh deb qaraydi. O'zing uyning masjid turishi afzal, lekin jamoat masjid tursa joiz, lekin makruh. Nima uchun makruh? Chunki namahram erlar ko'ziga chiqib qoldi ahvolda. Yana hamda, ya'ni bu mazhabda mushadisda Rasululloh ayollar ruxsat qilgan hadis bor. Shu Buxoriy bab hadis. Bir oylik ruxsat qilsa, bir ish kelanga men e'tikof tursam sizlar desa, shundan bu ayol shunday chedirni tikkan o'ylarni kengra shunama
Etkâmesinin mesela şu meydanda, kölün etrafında nima qilgandek, shunda bir bakaga chetdan tiklam nima qilsa, boshqa ayollarni baslashi. Endi bu baslash har xil tarafdan baslash bor. Taat ibodatni baslashgan bo'lishi mumkin. Yoki hamda do'rab, yo kundashlik tarafini baslamda. Men bu falana Rasululloh bilan birga etkab qilib, bu fazilatga erishib biz qilib qolamiz degan tariqada nurg'un nimani o'ylab hammasi chedirib ketdi. Rasululloh aytgan, o'ni qarasa chedirib to'shab ketgan. Makimni chedirib, makimni so'rasa, bu falana ayollarning mabstan ayollarning qanday gap bo'ladi? Sizlar mushu bilan yaxshilik qilyapmiz. Taat ibodat qildik deb o'yladimizlar. Cho'shaman deb cho'tdi. Rasululloh o'zimiz kitob ondan. Ben mi etkab qilmayman deb ondan keyin Shavval aytdan keyin ondan 10 kun qazo deb muqarrarda keyin qilgan. Bu Buxoriy hadis. Demak, mana demazlar mushundimi olaverdi bular. Yoki Rasululloh ayolimizni cho'datdi-ku. Demak, sen burunqi ruxsatni olamsan, ama keyingi buzutib chuvitib qilgan olamsan. Jumhur yo'q, chuvitishdan ahlinki shunda kallasida ba'zi narsani o'ylab bunda baslashib qilganlikdan shunga buni xapulab çötürken bulması caizdir. وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان. Köpen sene Ramazan'ın ahir 10 gününe tallayırken. Kalanı ayda, tutanı çağda etkap kılışın kirek diyen bir çeklim yok dedi. Yani Ramazan buluş kirek, ya Şevval buluş kirek, ya Muharrem'de buluş kirek diyen de yok dedi. وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان لكن köpünse Ramazan'ın ahir 10 gününü tallaydı. Demişler Resulullah'ın ahir işi. Bel yecuzu dahru kullu. Ahir 10 gün evzel ama yıl boyu kaçan da etkap kılsan bulavurdu değil. Caiz. Yani Ramazan'dan başladım ama mesut töbeş günü 10 gün etkap kılası buldu demek. İmma mutlakan indeme la yaras savma min şuruti. Bazen mutlak kaçan da olsun buldu yani. Ramazan olsun, başka olsun, heyet olsun mu mesela? Çünkü mutlak diyenken dışarıda kan davak olsa buldu diyen. Yani roz tutsun şart kılmakalı şunlar deydi. Yani roz tutsun şart kılmakalı çoğu heyet günü roz tutsan bulmaydı. Onlar heyet günü bunun sırtıda deydi. وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه. Yakem de heyet günde roz tutsan bulmaydı diyenler heyet günlerden baş günde deydi. Çünkü roza etkapning şartı olğaçqa, heyet günü roz tutuşku bulmaganiki heyet günü bunun sırtıda. Endi qanchalik zaman etkap qilsa bo'ldi? 1 kunmi, 1 soatmi, 1 haftami, 10 kunmi deganda. Fa innahum ikhtalafu fi. Bunda ixtilof bor. Va kadalika ikhtalafu fil vaqt alladhi yadkhulu fihi al-mu'takifu li'tikafihi. Yana etkap qilguchi etkap qachon qanday chaqda kirdi? Mesela namazsham vaqtidan kiramdi. Bunda o'qib chiramdi. Qachondan tartib etkapini boshlaydi degan masalada ixtilof bor edi. Fil vaqt alladhi yakhruju fihi minhu. Qachon etkapni tugatib chiqadi? Mesela ashrga vaqt tursa, bundan o'qib chiqamdi, ya ertaga kuni xuftan o'qib chiqamdi, ya'ni namazshamdan keyin. Ya namazni o'qib chiqamdi, bunda ixtilof bor edi. Amma aqall zaman al-i'tikaf, en aqall etkap qilgan vaqt qanchalik degan masala kelsak, Imom Shafiy va Abu Hanifa rahimahumulloh bular va aktharul fuqaha, yani ko'pchilik olim bilgan, annahu la hadd lahu. Uning belgilangan vaqti yo'q. Yani qanchalik qilsam bo'ldi demoqchi. Endi Imom Abu Hanifa albatta ro'zni shart qilgan ekan, eng aqallisi 1 kun degan gap chiqdi. Chunki ro'zni 1 soat tutulmagan ekan, eng aqallisi 1 kun etkap qilsang. Boshqa mazhabda 1 soat, ishki namozdan orliqida, namoz sham kechirib, men xutdan o'qib chiqmam, shu orliqda etkap qilman desa bo'ldi. Vaqtulifa an Malik fi zalika faqila 3 ayyam. Imom Malikning rivoyatlariga qarash o'xshash kelmabdi. Bir necha xil rivoyat qildi. 3 kun deyilibdan az 3 kun bo'lish kerak. Yana eng az 1 sotka bo'lish kerak debdi. Yawmun va layla. Va qala ibn Qasim anhu aqalluhu 10 ayyam. Ibn Qasim rivoyat qilishda 10 kun deb rivoyat qildi. Eng aqalli 10 kun bo'lish kerak deb. Va indal Baghdadiyna min ashabihi, shogirdlardan Bag'dodlik shogirdlar rivoyat qilishda annal 10 istihbab va anna aqallahu yawmun va layla. 10 kun mustahab. Yani Resulullah'ın 10 gün etkap tutagan ekan mustahab. Lekin eng aqallisi 1 sotka bo'ldi debdi. Bu talashlarning sababi muaradatul qiyas al-athar. Qiyas bilan hadis o'xshash chiqmadi. Amma al-qiyas fa innahu man i'taqada anna min shartihi as-sawm.
qiyos kelsak, ro'za tutish bilan shartiti deb qaragan bo'lsa, unda bir kecha yolg'izlab menda e'tikof qilish yo'q dedi. Chunki kechada ro'za tutish yo'q. E'tikof ro'za tutish bilan chechilib qolgan ekan, bu cho'qim kunduz birga bo'lish kerak. Nahotki bir kecha men e'tikof qilib o'tirib chiqay desa bo'lmaydi. Chunki kechada ro'za tutish yo'q. E'tikofning sharti ro'za tutish dedi. وإذا لم يجوز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة. Ondan bir kecha bo'lmagan bir so'tki bo'lish kerak. Kunduzni qat emas, bir so'tki bo'ldi dedi. Idan iqabi sawmin nahari inma yakun bil layl. Chunki kunduzda ro'za tutish qachondan tart boshlandi? Kechada niyat qilish, zo'rliqda yaxshi niyat qilib ondan tang'atdi. Undan keyin kechaga yana chetishlik tarafga kunduzning ro'zasi. Va ammal atharul muaridu unda bu qiyosga zid kelgan hadis bo'lsa, athar degan ma kitobda Rasululloh tushgan hadisni athar deb istiloh qilgan. كما خرج البخاري من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. متفق عليه مع hadis. Hazreti Ömer men burun jahiliyat vaqtida Ashara masjidda e'tikof qilishni nazr qilgandim. Buni qanday qilmasa Rasululloh avfi bin nadr ado qildi. Bu muttafaqun alayh, lekin buningki hamda bir kecha ya kunduz ya bir kech kunduz degan lafzda ixtilof bor. Mushadischa wala ma'na lin nazr ma'a thabit min madhhab al-athar. Hamda sahih hadis ba turug'liq o'zimizning ra'yini ishlatishning hech ma'nosi yo'q. Yani bu nima? Mustazadir. Tercih. Yani sayyidini alımız demek. Yani bir şey Leyla deb keldi. Undan keyin bir kechilam e'tikof tursam bo'ldi degan tercih qilaman da. Wa amma ikhtilafun fil vaqt alladhi yadkhulu fihi al-mu'takifu ila i'tikafihi. E'tikof tutgan kishi bir nazar qilib deydi. Men manch kun e'tikof turmadi. Bunda chaqda qachondan tortib kirsa shu manch kun e'tikof turgan bo'ldi deydi. Çünkü bu yerda manch kun desa, buni kechisi tava emasmi? Buning oldida kechi hisob bo'lamdi, bo'lmamdi degan bunda bir masala kelib chiqdi. İza nazara ayyaman ma'duda mesela manch kunda 10 kun desa, 10 kun e'tikof turman deb nazar qilgan bo'lsa, ya bir kun e'tikof turman degan bo'lsa, qachondan tortib boshlab kirdi? فإن مالك والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس. مثلا bir ay e'tikof turman degan bo'lsa, kun petishda ilgari boshlaydi ekan. Navashanda ilgari kelib bo'lish kerak emas ekan. Nima uchun? Hijriy kalendarda bizda kechi burun keladi. Ya'ni namasham bo'ldi, hozirdan tortib, atik-tava kechma. Ma boshqa kalendarda kunduz burun kelganda. Kunduz burun kelib, undan keyin kech asho burunqi kunduzga tavadik. Lekin hijriy kalendarda kechi burun keldi. So Laylatul Xamis desak, çarşamba kuni kechini kech bo'lgandan keyin Laylatul Juma bo'lsa, parshanba kechdagi kecha bu Laylatul Juma bo'ldi. Shunda shu kalendar bo'yicha shu kunga tava bo'lgandan keyin shu tava vaqt chigandan shu chadan boshlab ketadi. Va amma man nadara an ya'takifa yawman, bir kun e'tikof qilman deb nazar qilgan kishi فإن الشافعي قال من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر. Tan etishdan ilgari masjid kirish bo'ldi debdi. Anda qachon chiqdi bo'lsa, shu kuni navasham bo'lgan ekan. Va amma Malikun faqawluhu fil yawmi wash-shahr wahidun bi'aynihi. Hamda Imom Malikninki bir oy bo'lsin, bir kun bo'lsa o'xshash. Ya'ni shu namashamda ilgari kirish kerak deb. Va qala Zufar wal Layth. Zufar Imom Abu Hanifaning shogirdi. Layth faqih Misr. Bu ishkala yadkhulu qabla tulu' al-fajr. So'rliq vaqtida deylamda. Tong atishda ilgari kirib bo'lish kerak. Va yawm va shahr indahuma sawa. Bir kun bo'lsin, bir oy bo'lsin, o'xshash shu vaqt kirdi deb. Va farraqa Abu Thawr bayna nadr al-layali wal ayyam. Abu Thawr kechada e'tikof qilmanda nazar qilgan bo'lsa, manda kunduz bo'lgan bo'lsa, manda kirdi. Qanday debdi? Idan nadara yatik 10 ayyam, 10 kun, yani 10 kun degani xuddi 10 kunduz degandek, bu tong atishdan burun kirish kerak, so'rliq vaqtida. Va idan nadara 10 layalin, endi 10 kechida manda degan bo'lsa, kun petishda ilgari kirib bo'lish kerak. Va qala al-Awza'i yadkhulu fi i'tikafi ba'da salati subh, bamdatdan keyin kirdi. Xuddi bamdatdan shu kungi tava birinchi namoz hisobida, shu kunning boshlanishi qilib buni oldi. Va sabab fi ixtilafi mu'aradat al-aqisati ba'daha ba'da. Bu yerdagi talashlarning sababi qiyos bir-biriga zid kelib qoldi. Qandan hadis bu qiyosning hammaga zid keldi deydi. Va dalika annahu man ra'a anna awwal ash-shahr laylatun va i'tabara al-layali hamda ko'pchilik nima deganda bir oyning boshlanishi kecha bilan boshlandi. Bir so'tkaning boshlanishi kecha bilan boshlandi dedi-ku, hijriy kalendar bo'yicha. Ani kechini hisob qildi. Shoma hijriy kalendarda tarixni yozgandimi, bu tarix kitoblarida manchi kecha o'tganda, manchi kecha tuduq deb kecha bilan hisoblaydi. Kunduz bilan hisoblaydi. Kechini hisob qilgan bo'lsa, qal yadkhulu qabla maghibi shams.
kun petishdan ilgari kirib bo'lish kerak. Chunki kechini ashrimida o'tkazmasa, o bir kunning yarmi katta degan gap. Shunami? Va man lam ya'tabir al-layali. Kechini ko'z tutmay shu tong etishdan tortib shu kun kirdi deganlar, tong etishdan ilgari masjidga kirdi dedi. Va man ra'ana ismal yawmi yaqa'u al-layli wan-nahari ma'an. Endi bir yawm degan bu so'z, bir kun degani bir kecha kunduzga ishlaydi deganlar, ya'ni ikki tong ishlaydi deganlar. Awjaba an-nazara yawman an yadkhula qabla ghurub ash-shams. Bir kun degan bo'lsa-mu, namoz shamda ilgari kirib bo'lish kerak. Chunki bu bir kecha kunduz degan gap. Chunki kechsimi shuni tava deb qarang. Va man ra'annahu innama yantaliqu ala-an-nahar awjaba ad-dukhula qabla tulul fajr. Yo'q, bu kunduzdan o'zicha chaldi. Bir kun degani kunduzdan bildirdi. Kechasini o'zicha olmaydi deganlar, bomdatdan ilgari kirib bo'lsa bo'ldi. Kechida to'msunmaydi. Va man ra'anna ismal yawmi khasun bin-nahar. Endi bir kun degan kun kunduzga ham xos, layl degan kecha degani kechaga xos. Unda bir-birini o'zicha oldi ish yo'q desa, o'zaydak nech kun yoki nech kecha deb bunda ayrishga qarashlar deydi. Shuni so'zi qaraymiz. Wal haqqu an nasmal yawmi fi kalam al-arab qad yuqalu ala an-nahari mufrada. Haqiqatni olib aytsak, al-yawm degan so'z arabning tilida kunduzga ham yolg'iz kunduzni bildirdi. Kecha bilan kunduzni birga bildirdi. Biz Uyg'urcha deymizga, men kechasi bir kun tudim. Bir kun tudim degan bir kecha kunduz tudim deganni bildirdi. Lakin yushbiha yakunu dalalatuhul ula innama hiya al-nar. Lekin bir kun desak ko'pincha unda 70-80% bu kunduzdan maqsad qilgandek ifodalab berdi. Va dalalatuhu ala-al-layli bi tariqil luzum. Asli o'zi kunduzni bildirdi. Lekin ikkisi odatda bir-biriga chaplashib kelgandan keyin, bir-birini lozim tutgandan keyin kechinimi uning qo'shab luzum yo'li orqali uningda ayrilolmaydiganlik jihatdan unimi qo'shimcha bildirdi deydi. Yani bularimiz qiyos qilib baxti. Yani bu qiyoslarga hammasiga zikrilgan asar qasiyasi Makhrajul Buxoriy va g'ayruhu min ahli sahih. Yani Muslim babının albatta. An Aisha radhiyallohu anha qalat kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'takifu fi Ramazon va idha salla al-ghadata dakhala makanahu alladhi kana ya'takifu fihi. Demak, mana g'adat degani shu bomdod namozini o'qigandan keyin andi e'tikof qilgan joyiga kirdi. Demak, mushu hozir nimani bildirdi desa, bomdodni o'qib chiqsang bo'lganligini bildirdi. Shunami? Masayediz. Bundan bir qiyos qilib ketmasin bo'ldi. Shu hozir biz 10 kun e'tikof turman desak, 10 kun to'liq turmoqchi bo'lsak, shu birinchi kunni deb qaragan kunning bomdodni o'qib kirsak bo'ldi. Unda ilgirki kechidan da tursak bo'ldi. Endi chiqish vaqti shu. Amma vaqti xurujihi fa inna malika ra'a an yakhruj al-mu'takif al-10 al-awakhir min Ramadan min al-masjid ila salat al-Eid ala jihat al-istihbab. Imom Malik Ramazonning oxirgi 10 kunda e'tikof qilgan kishi Eid namoziga chiqsa eng yaxshi shu dedi. Bomdodni o'qib chiqmay yana Eid namozini saqlab, endi Eid namoziga chiqsa, Eid namoziga chiqdi, maydonga. Emas. Eid namozi maydonga chiqish kerak-da, sunnat bo'yicha. Maydonda o'qildi, maydonga uzul chiqdi. Endi maydon namoz o'qitib, endi uyga chiqib aram oldi demak. Bu mustahab, eng afzal, eng yaxshisi demak. Va annahu in kharaja ba'da ghurub ash-shams ajzahu. Lekin ertadan kuni namoz shamdan keyin chiqsimi, mayli, 10 kun tutgan bo'ldi dedi. Mayli dedi. Va qala Shafi'i va Abu Hanifa bal yakhruju ba'da ghurub ash-shams. Kun patgandan keyin, ertadan kuni kun patgandan keyin chiqsa bo'ldi dedi. Bu chiqqandan keyin uyga chiqib, yangi kiyimlarini tayyorlab, yuyinib, tarinib, chasaqallarini ilab shunama, andin balchaqlarini ba'zi ehtiyoj bo'lib qasmini tayyorlab, sansamon bo'lsa keltirib, menda tayyorlik qilib demakchi. وقال سحنون وابن الماجشون سحنون ابن الماجشون bizning didoq İmam Malikning shogirdlari shunami in raja ila bayti qabla salat al-Eid fasada i'tikafuhu. Bular debdi Eid namozidan ilgari uyga qaytib qolsa e'tikof buzib ketadi. Yani 10 kun e'tikof turman degan bo'lsa buzib ketadi. Majishun degan tungan emasmi? Yo'q, tungan emas. Majishun burunqa Misrlar, Afrika tili bilan hieroglifimish, Misrlikning tili bo'yicha yoki Afrikalikning ba'zi tillar bo'yicha degan so'z. Majishunning ma'nosini bildik, biz o'tganda ichki ma'nosi qizildikmi? Shundaroq bir ma'noda. Masalan, Rahvayni yo'lda tug'ilgan yo'lning bolasi degandek, Sibavaynim dedik, olma furqva degan ma'noda. Albatta bu shozroq qarashganda. Va sababul ixtilofi hal laylatul baqiyatu hiya min hukm al-10 am la. Demak, ertaga degan bir kecha, nima sham bo'ldidir? Eidimiz oraliqda bir kecha bor. Bu kecha ashog'i tava emasmi? Yani 10 kunga tavami yoki Eid kuniga tavami? Eid kuniga tava. Chunki Eid kunning kechasi bu.
Hicri bo'yicha aytgunga tava kecha. Chunki kecha kunduzdan burun keladi o. Undan bir yigir kelmay shamning oldin bo'lsa shamning Oldin shamning kirib, nima shu bo'ldi. Unda 10 kun degandan keyin, 10 kun degandan keyin, kecha kamol qoldi, bir kecha kamol qoldi. Kechikkan bo'lsa, lekin kunduz 10 kun bo'ldi. Atribni ko'zgan bo'lish kerak. Va amma shurutuhu fatalat. Endi e'tikofning sharti 3 deydi. Niyat, ro'za tutish va ayollarga qilmaslik. Niyat albatta innamal a'malu binniyat. Niyat bo'lmasa u baka, shunami? Ixtilof yo'q. Endi ro'za tutishga fa inna muxtalafu fi. Alni ixtiloflashdi. E'tikof tugan kishi ro'za tutish kerakmi, ro'za tutmay tursin bo'lamdi deymiz. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة مثل أوزاعي ثوري ديالهم إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم رزق ما يتكاف قلش وقال الشافعي البته إمام شافعي لم شهده إمام أحمد داود الزهري أبو ثور المبادئ الاعتكاف جائز بغير صوم رزق ما يتكاف قلش بلدود وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم على خلاف عنه في ذلك مش إمام مالك'nin Abu Hanifa'nın qarshida sahabalardan İbn Umar, İbn Abbas, belki Ayşe başqa nurg'un sahabalar shu qarashda bo'lgan dedi. Ammo Ibn Abbasdan ikki xil qarash ketgan. Ala xilafin anhu fi dalik degani mush masalada ikki xil qarash kelib qoldi. Bir xil qarashda Ibn Abbas mushullardan billah. Ve bi qavli Şafii qala Ali ve İbn Mas'ud radıyallahu anhuma İmam Şafii'nin qarashida bu sahabalar. Bunun başqa sahabalar var. والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان. Şunama Resulullah'ın itikafı Ramazan'da oldu mu başladı Ramazan oldu. Şunama فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه وشرط في الاعتكاف. Endi Resulullah itikaf qilganda ro'za tutib itikaf qilgan ekan. Bu chaqda shu ro'za shart deb tushungan bo'lsa, bu ro'zamda shu itikaf uchun tutmagan bo'lsa, chiqib ro'za tutgan holatda itikaf qilgan. Shunama Unda bo'lgan ekan nima deydi? La budda min as-sawmi ma'al i'tikaf. Davom ekan i'tikaf bilan ro'za tutish bo'lish kerak. Va marra annahu innama ittafaqa zalika ittifaqan la ala anna zalika kana maqsudan lahu alayhi salatu wassalam fil i'tikaf qala laysa as-sawmu min sharti. Yani ba'zilar ya Rasulullah i'tikaf tuturmaymiz. Unda bo'lgan ekan ro'za tutay deb tutmasam bo'lmaydi deb menda tutmagan. Shu ro'za tutgan chaqda unda itikaf turish uzil kelib qolgan desa, bu ro'za uning shart emas deb qoldi. Validalika aydan sababun akhar. Buning yana bir sababi bor. Bu talashda. Va vaqtiranuhu ma'as-sawm fi ayatin wahida. Qur'on Karimda ro'za oyati bilan chetib keldi-ku bu itikaf qilish. Unda ham bu shart emasmi degan gap chiqdi. Va qad ihtajja ash-Shafi'i bi hadis Umar al-mutaqaddim. Aziz Umarning ilgari o'tib ketgan hadisi nazr qilish hadisi shunama va avva annahu amarahu sallallohu alayhi vasallam an ya'takifa laylatan. Rasululloh uni bir kecha e'tikof qilishga buyurdi. Nazrini ado qildi. Val laylu laysa bi mahallin lis-siyam. Kecha ro'za tutishmoqda, ro'za tutgan vaqt emas u. Undan ekan ro'za tutmay mana e'tikofda o'tadi mana demoqchi. Lekin hamda bu hadisningki lafzi o'xshash kelmagan. Ba'zi layli deb keldi. Buxoriy layli deb bor. Muslimda yawm deb keldi. Ya'ni ba'zi rivoyatda yawmun va layla deb keldi. Undan keyin ma'u taza yana jalliq emas. Ehtimolliqlar bor. Abu Dawudniki yawmun va layla deb keldi. Yana Imom Shafi'da laysa alal mu'takifi siyam degan hadisda dalil kelgan. Lekin da'if jiddan. واحتجت المالكية بما روي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا إلى ما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. بشكر بالقلم التغبون مشو بالأثر كلامنا مشن مالكيلا دلقب كالتوده dedi. قال أبو عمر بن عبد البر لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة. يعني هذا السنة diyen ibarenin keltürmeyen dedi. Fakat lan Abdurrahman ibn İshak diyen müşravi هذه السنة ya هذا السنة sünnet müşunda diyen dedi. Bu هذه sünnet xuddi marfu derece kötülük gitgandek bulduğun. Yani Resulullah'ın sünneti diyen Resulullah müşün belgelep bergendek buldu. Undan keyin bu Resulullah'ın sözü deganga apag'adan mush Abdurrahman ibn Ishaqlam shunda iboralar keldi, rivoyat qildi. Boshqalar unda nima deydi? Wala yasih hadal kalam indahum illa min qawl az-Zuhri.
Endi hadis olimlarning ishida bu Zuhriyning so'zida, hadis sunnat degani Zuhriy qetib olgan so'zda, uning so'zi emas deydi. Lekin endi Hanifiy mazhabdiki, Maliki mazhabdiki deydi. Yo'q, buni emas. Abu Davud rivoyat qilgan bu hadisni. Buningga e'tiroz bildirmagan dedi Abu Davud. E'tiroz bildirgan bo'lsa, bu chaqda masala bo'lib dedi. Anda Abdurrahman ibn Ishaq yolg'izlam rivoyat qilgan bo'lsin, bu ishonchli odam deb qarab. Raviyga thiqa bo'lganki mayli qabul qilmaymiz. Chunki Abdurrahman ibn Ishaqning hadisini Imom Muslim rivoyat qilgan. Demak, bu ishonchli deb qaragan. Undan biraylam bo'lsin, hisob bo'laverdi debdi. Va in kana al-amru hakada, endi ma qarshi tarafga deydi. Bu Zuhriyning so'zida. Undan keyin batala an yajri majran musnad. Bu marfu' musnad hadisga o'xshash muomala qilinmaydi. U darajada bo'lmaydi. Ba'zi olimlar bunda degan. Bu shuni nafiy qilganlar ro'za shart emas deganlar asl dalil keltirish muhtoj emas. Chunki ro'za shart deganlar dalil keltirish talab qilinganlar. Sama shart emas deganlar dalil ekanmisimi? Shu al-asla nima? Al-adam. Yani asli bu ibodatda unda belgilanmasi yo'qdir. Faqat dalil kelgan narsani isbotlanadi. Undan keyin asli yo'qqani isbotlanganini sen ko'rsat deb boshqani talab qilish haqqi bor. O'zi dalil keltirish majburiyati yo'q deb. Demak, bu bir xilamda ro'za shart emas deganni tarjih qilgandek so'z. Va amma ash-shartu thalis, uchinchi shart kelsak, mubashara degan ayollarga yaqin kelmaslik sharti. Shunama فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد. أساس إجماع keldi deydi. E'tikof tugan kishi qasdan jima qilib tursa, e'tikof buzildi deydi. Haqiqatlamanda Ibn Lubaba, Maliki mazhabga olim demasa, shunda bir qarash bo'lib ekan. Masjidning sirtida e'tikof qilsa bo'ldi degan qarash bo'lyapti bu. Bunda bo'lgankin, bu ham masjiddan bo'lgankin oyatda "Va tubashiruna va antum akifuna fil masajid" dedi. Endi masjidda e'tikof qilmagan ekan, mubashir qilsa bo'ldi degan bir qarashni o'tirib qo'yibdi ekan. Ya'ni mubashir qilmaslik, jima qilmaslik masjidda o'g'ash shunday cheklangan. Masjidning sirti bo'lsa, uyimizda bo'lsa, mayli e'tikof qilgach, ayol bilan birga bo'lsa bo'ldi demakchi. Vaqtalafu fihi idza jama'a nasiyan. Endi unutib qilib jima qilsa, e'tikof buzilmadi. Biz ro'zda unutib qilib bir narsa yapsa, unutib qilib jima qilsa, ro'za buzilmaydi dedik. Yoki jimada talash tatish bor. Ro'zda unutib qilib jima qilishmi nadir ahvol dedik. Nima? Odatda bo'la qolmaydi. Chunki ro'za chiqadan jima qilish jihatdan isi kelib qoldi ro'za chiqanligi. Unutib qilish oz ko'rildi dedik. Bunda ahvolda buning talash tatish bor. Ba'zida e'tikof buzildi deydi. Ba'zida buzilmadi deydi. Ikki ehtimol. Imom Abu Hanifa buzib ketdi debdi. İmam Şafii buzulmaydı. Rufi'an ummati al-khata' ve nisyan ve mastukrihu alayh. Ama bu umum lafzi onun. Davamı xudda unutib qilib yapishib qolgandek, unga hech qanday topamalamat kelmaydi ekan. Ya'ni e'tikof bo'laverdi ekan. Lekin bu mamda unutib qilib jima qilish bu odatda sal mumkin emasda. Ya'ni sen masjidda e'tikof turman deb niyatni bog'lab, shunda qattiq himmat bilan, g'ayrat bilan bütün dünyadaki cemiyetdeki münasebetlik işlerini hemen to'g'rilab qo'yib, tayyorlik bilan sen kirdin. E'tikof turgandan shunda bir ruhiy kayfiyat, shunda bir yuqori darajada ruhaniylikda yashading sen. U chaqda unutib qolib, ayollar jima qilish mumkinmi? Bu ayolga yaqin kelsa cho'qim o isin kelib qoladi, e'tikof tutyapman degan. U e'tikof turganini unutib qolmaysiz. Demak, xuddi Abu Hanifa unutib qolib qilgan xuddi bu qasddan qilgandek. Shu buzildi degan bo'lishi mumkin. واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس. الجماع ما بتذكر سويش تطوش وهكذا. أقصاقلاش من الشدة. وعند أهوال دا اعتكاف بزلو كتامدو بزلو ممدو. فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف. وهم بزلو تدوري. سب bütün dünya işlerden kol üzüp Allah'ın beyti geçirip Allah Teala'nın darvasını çın turib oldigan adam bo'lgan ekan, nima uchun bu ishni qilib yursa buzildi dedi. Va qala Abu Hanifa laysa fil mubasharati fasadun illa an yanzil. Albatta jima qilsa buzildi, lekin jima qilmadi, uning boshqa ishini qilgan bo'lsa, mani chiqsa buzildi, mani chiqmasa buzilmaydi. Xuddi mani chiqsa jima qilgandek bo'ldi demakchi o'xshaydi. Va Shafi'i qavlan, Imom Shafi'ning ikki qarash bor ekan. Ahaduma misli qawli Malik, birinchisi Imom Maliknikidek buzilib ketadi degan qarash. Bu İmla degan kitobda kelgan qarash. İkinci qarash İmam Abu Hanifa'dan kerak buzilmaydi degan qarash. Bu degan kitobda kelgan qarash. Va sabab ixtilafihim hal al-ismul mutaraddid bayna al-haqiqati wal majaz lahu umumun am la.
haqiqat bilan majazning o'ttirda ilanishib qolsam, bu umumlikni bildiramdi, bildirmamdi. Bu ism nimasi mubashara. Wala tubashiruhunna dedi-ku. Demak, mushu wala tubashiruhunna degan haqiqatan bu jima emas, shunda badanga tegishni bildirdi, tushunami? Badanni tekkizib quchoqlashmanglar deganini bildirdi. Endi bu haqiqat shu. Majaz jihatdan bu jimani bildirdi. Bunda bildirsa, mushu gap zada shu so'yash quchoqlar hammani o'ziga olib ketamdi. Umumlikni bildiramdi. Demak, mishada ham majaz, ham haqiqatda shu so'yash quchoqlash tutishdan tortib jima hammani o'ziga olib ketamdi shu. Yoki bir narsa xos, bir narsa xos emasmi? Va huwa ahad anwa'al ism mushtarak. Demak, misol mushtarak deganimiz bir necha xil ma'ni bildirgan so'z, tushunami? Uyg'urcha o't desak, kuyda o'tmi deymiz, yadundiga o'tmi deymiz-ku. Va arabchada jaqimda ayn degandek so'z bor. Mushtarakmi, mushtarak emasmi degan. Va mushtarak bo'lsa bir xil umumlikni bildirishni, ama faman zama ila anna lahu umuman qala endi umumlik va bilan deb qolsa, mush Alloh taolaning va la tubashiruna va antum akifuna fil masajid degan oyatidagi mubashara degandan maqsad jimaga va jimadan tuvan bo'lgan so'yash quchoqlashqimi o'xshash ishlatildi debdi. Ya umum emas deb qarasa, umum emas degani shu mashhurroq qarashadi. Qala yadullu imma alal jima va imma ala ma dunal jima. Ya jimaga to'g'ri jimani bildirdi deysa, yoki jimani bildirmaydi, uning tuvan boshqa narsani bildirdi deysa, ikkini birga to'dmaydi. Fa idza qulna innahu yadullu alal jima, endi jimani bildirdi desak, batala yadullu ala g'ayril jima. Jimadan tuvan narsani o'chaq bildirmaydi. Ya uningga abdun bo'lganki, mana bildirsa, ani bildirmaydi deydi. Va idza qulna innahu yadullu alal jima bi ijma batala yadullu ala g'ayril jima. Amma isbaq qilib jimani bildirdi desak, jimadan boshqa o'chaq bildirmaydi. Li'annal ismal wahida la yadullu ala al-haqiqati wal majaz ma'an. Ham haqiqatga, ham majazga birlikda tang bildirmaydi deydi. Mesela ot desak, ya shu kuyda o'tni bildirish kerak, yoki qo'yga akapirgan, o'tapirgan o'tni bildirish kerak. Va man ajral inzala bi manzilatil wiqa', manining chiqishini jimaga o'xshash deb qiyos qilgan kishi, chunki bu ikkisi bir ma'nodanda, ikkisi bir ma'noda bo'lgandan keyin unda qiyos qilgan deydi. Va man khalafa ya o'xshamaydi deganlar فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة. مثلا جماع قماي إنزال قيسا بجماع قلت ديلمته ديلمته شنو ما ندوان كان وندا ودرجة كم درجة والله أعلم وندا اختلاف مسلك. واختلفوا فيما يجب على المجامع. عند جماع خطوبرسه عند بنا نمكرك ولا دو كبارة كلام كم من دو. فقال الجمهور لا شيء عليه. جمهور ايش ناس كم يدونها. وقال قوم عليه كفارة. فبعضهم قال كفارة المجامع في رمضان. بعض رمضان ده جماع قيغان ادمن كفارة كلدو. مجامع في رمضان نمگن تو اتق رقبه ون تبمسا صيام شهرين متتابعين ون تبمسا اطعام 60 مسكينة. وبه قال الحسن حسن البصري مشرق قرش تبلبتو. وقال قوم يتصدق بدينارين. بعضlar 2 tilla sadaq berdi. 2 tilla miqdori qanchalik? 1 dinar 4,5 gram. Bunda 9 gram oltin. 85 persenlik oltindan 9 gram oltin desek, hozir bu $300 $250 yaqinlashib qolgan. Bu mu erken. Nima jiqilkan bu? dinar 420 gram. Bir tilla 425 gram. Wa bihi qala Mujahid wa qala qawmun ya'tiqu raqaba. Qul azaqu fa illam yajid ahda badana. Bir tuga qurbonlik qildi dedi. Fa illam yajid tasaddaqa bi 20 sa'an min tamr. Buni tabamsa 20 sa' yani 40 kilo 42 kilo atrofida xoma sadaqa urdi. Wa aslul khilaf hal yajuzu qiyas fil kafarat am la? Asl talashtasın manbasi nimasi? Bu kafaratdan qiyas qilsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Wal adar annahu la yajuz. Yani bu kafaratdan qiyas qilsa bo'ladi. Chunki bu bir jazo. Jazo deganni qat'iyatan belgilasa bo'ladi. Uning o'xshatib jazo qildi, buning jazo qildi deb hamma bir tarafga aytsak sadaqa qiladi. Jigini saligini ashu kafaratul mujami fi Ramazonda bi araqin fihi tamrin deb keldi-ku. Fihi tamrun. Araq degan nima edi? Cho'ng iliq surat. İsmini topilmagan surat bor. Iliqimda tik bir suratlar bor. Ma eshakning mabjitlar bir-birini aytadigan. Yo'g'on suratlar bor. Nima deymiz suratni? Topolmadik. Shuningdek anda bir
ma'lum bir xil suvat var ekan shu chog'da. Araq degani shu. Shunda Rasululloh shu qavmi kelibdi, "Mana sadaqa var" dedi. "Yo'q, men mendan faqat adam yo'q" deganiga ailanga yegizgan dedi. Lekin shu bir suvatga odatda necha kilo, necha sonimi sig'ib desa, 15 sondan 20 son araligi bir narsa sig'ilgan suvatda shu dedi. Degan ekan bu 20 son deganni shu yerdan keltirib chiqadi. Unda puluk degan so'zda bormi? Qo'shuqliq desanglar, belki tushunasizlar. Qo'shuqliqda bormi? Puluk desa tushunmaysanglar. Qo'shuqliq desa tushunmaysanglar. Ama suvat desang belki tushunmay qolishing mumkin. Uyg'urcha suvat yo'q deydi. Suvat deganning necha xil shakli bor. Har birisining ayrim ismi bor. Uning kichigi bor, puluk deymiz. Qo'shuqliq deymiz. Ya'ni cho'ng'iri bor, suvat deymiz. Yana bunda tutib ko'tarilgan narsa zambil deymiz uni. Shu suvatda to'qilgan narsa shu. Endi har millatning suvatlari o'xshamaydi. Misrlikning suvati o'xshamaydi. Aytgan tutqichim yo'q bir narsa suvati. Vaqtalafu fi mutlaqan nazri bil i'tikaf hal min shartihi tatabu'an la. Endi e'tikof qilma deb nazr qildi. Oqa demabdi. Mutlaq e'tikof qilma debdi. Mana shu kelganda. Bunda oqani ulab qilish kerakmi? Bir kun e'tikof qilib deb yana chiqib ishlarni bajarishtirib deb yana sharoitga va yana bir kun chirib bunda kesib bo'lamdi dedi. فقال مالك وأبو حنيفة ذلك من شرطه. آخاكم ترش كرك ويتكبتر. وقال الشافعي ليس من شرطه ذلك. والسبب في اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق. مطلق روز نذر قيام بوسا. bu روزنا آخاكم ترش كرك مو يعني أرلب تسم بلامدو ديان مسألة قياس قلش. demek İmam Şafii müşahede Züfar bilen birliken. Züfar mı hani bir mezhepten İmam Şafii'nin kaçırık. وأما موانع الاعتكاف عند اعتكاف تصل olduğun nasıl olsa fattafaqu ala anna ma'ad al-af'al allati hiya a'mal al-mu'takifin e'tikaf qiluvchining qildiğı ishlar ma'mada belgildikmi uningdan boshqasi shakllanadi deb albatta bunda kengroq tutqan bo'ldi tarroq tutqan bo'ldi bir qarashda qiraatul qur'on ro'za namoz o'qish dedi shunami boshqalarda kasallik o'qishim bo'ldi dars o'qishim bo'ldi jinoza qatnashim bo'ldi dedi ash ishdan boshqasi shakllanadi debdi وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة. demek şunu o'xshash hojatga shu darajada zo'r ishqa chiqsa bo'ldi uning boshqa chiqmaydi dedi. لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. Uygiza zor ihtiyaç bulmasa, mesela taharet kılıştak, başka zor kiyim almashtırıştak mesela. Hiç kiyimini almashtırıp bunda iş olmasa çimektedir. Sebette diyen müşahede, bu kitabın ıstılahında ya muttefakun aleyh, ya Sahih Müslim ya Sahih Bukhari'nin kısı birse, bunda o sebette değil. Bu kitabın ıstılahı. Demek Resulullah e'tikof tuğga vaxtida beşini bunda sunup beripti deydi. Mesela derezdin deydi. Hazreti Ayşe özürde Resulullah mescidden o'ylisda. Ama da beşini sunup berse Resulullah'ın beşini taraf koydu ekan, yajib koydu ekan mesela. Yani uyga faqat ciddi bir ihtiyoç olmasa zurriyatimiz kirmaydi ekan. Vaqtalafu idza kharaja li g'ayri hajatin mata yanqati'u i'tikafuhu. Endi zo'r ehtiyoj yo'q, tabii aylanib chirayadi. Ya bazarda aylanib kelayadi chiqib qopti mesela. Bunda olsa e'tikof buzilib ketdi. Bu qachondan tas buzilib ketdi degan masala bor. Faqala Shafi'i yantaqidu i'tikafu 'inda awwal khuruji. Dastlab shu masjiddan chiqqandan taslan buzilib ketdi debdi. Ba'da bir soatchilik vaqt ruxsat uning bak ortiq tomosha qilgasi buzilib ketdi debdi. Va ba'duhum fil yawm ba'zi bir kunduzga qadar buzilmaydi. Kechki qaytib bo'lsa degandek shu. Bu buzilishda ash kunning o'zi buziladi. Yo'q, oldingi kunning hammasi bekor bo'lsin. Yo'q, ash kunning o'zi buzildi. Boshqa kunlar ta'sir etmaydi. Degan bu aqaqdan ulab degan bo'lsa, nazr qilgan bo'lsa, ulab qilinmagan bekor bo'ldi. Ya'ni qayt qilish kerak. Vaqtalafu hallahu an yadkhula baytan ghayra bayti masjidihi. Endi o'zining uyining masjidiga magapimni. O'zining uyining masjidiga o'shada shu uyga eng yaqin masjidda odatda e'tikof qilamiz-ku. Demak, bir odamdan masalan bir necha uy bor ekan deydi. O'zining uyi bor ekan, yana ayanda dadasining uyi bor ekan, akasining uyi bor ekan. Demak, bu uycha hozir. Bu o'zining uyidan chiqib masjidga e'tikof qildi. Shundan bu anda o'zining uyiga chiqmabdi. Lekin dadamni yo'qlab kelaya deb uyga ijroqar uyga beribdi. Yoki ikki uy bo'lgan bo'lsa, yezdiki uyga bir chiqib chiray deb chiqib chiribdi. Bu chaq buzildi, buzilmamdi. Demek şu uyga kirse, yani şu o'zida turayotgan, masalan, yaqin uyga zurul ehtiyoji kirsa mayli-ku.
Endi ajraq uyga berib, kelsa, shu uyga kirib chiqsa, buzlamdi, buzilmamdi. Faraqasa fi ba'dhum humul aktar Malikun va Shafi'i va Abu Hanifa. Bular hech vaqt qilgan, uyga zo'r ish bo'lganikin, bu uy bo'lganikin bas mayli deb. Wa ra'a ba'dhum Imam Ahmad anna dalika yubtil i'tikafa. Etkab buzib ketdi buni. Wa ajaza Malikun lahu al-bay' wa shira. Imam Malik so'zat qilsa bo'ldi, joiz debdi. Wa an yaliya aqd an-nikah. Nikah qo'ysa bo'ldi. Bu mullamkan, imomkan yoki. Nikah qo'ysalar degan bo'lsa, nikah qo'ysa bo'ldi. Masjid chiqdi-ku bu ishlarni. So'z etib qo'ysin ya. Endi balki chiqib degan bo'lishi mumkin. Chunki hozir sirtqa manda taat ibodatlar uchun chiqdi bo'ldi deganlar bor. Chunki aqdga o'xshama ibodat kim asossiz yani. Bunda mana deyishim. Yoki masjid qilgan bo'lishi mumkin. Misrliklar odatda nikahni masjid o'qiydi. Va sabab ixtilafihim annahu laysa fi zalika haddun mansusun alayhi illa al-ijtihad. Yani şeriat bunda qilmasamay deb ko'rsatgan bir ko'rsatma yo'q. Va tashbihu ma lam yattafiqu alayhi bima ittafaqu alayhi. Demak, biz ijtihad qilib, ittifoq kelgan narsaga qiyos qilib boqamiz. Ixtilof bo'lgan narsa. واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة. عند اعتكاف تقادم özü şart qilib, men etkab turma, lekin amasa zo'r topilgan chaqda dukunimga chiqib, yo'qlik tutib chirma. Bu shart bilan etkab turdim deb menda kengroq bir azodchilikni bog'lab qo'yib turib, menda qilsa bo'lamdi bu. Yoki kecha chiqib 1 soat uyda uxlab olaman degandek masalan. Menda o'zalik yo'l chiqarib kamchilikni shart qilib oz bo'lamdi. Xudo al-muslimun anda shurutihim degan hadis bo'lmasa asar. So'shan musulmon o'zi shart qilgan bo'yicha qis bo'lamdi bo'lmaydi. Yoki bu shart qilgan narsa o'zi xalqancha belgilab olgan narsa emas, shariatda belgilab o'tgan narsa. Xalsan bunda aynan qilsa, aynan qilmasan qilmaysa bunda. Misli zalika yashtarata shuhud janazatan aw ghayr zalik. Janoza namozini o'qiyman mesela. Bunun çıkma ayında etkap çiğdeme mesela. Fa aktarul fuqaha ala anna shartahu la yanfa'u. Köpçülük alimler o şartı beka. Ve anna infa'ala batala i'tikafuhu. Bunda qilsa janozamiz o'qib qoldi mesela. Ayında bo'lmaydi deganlar yoki ish bir soat uxlab oldi. Bo'lmaydi deganlar bo'ldi, buzib ketdi deydi. Wa qala ash-Shafi'i yanfa'uhu shartuhu. İmam Shafi'i shart qilgan bo'lsa, o'zining shart belgilab qo'ygan bo'yicha hisob qildi, shu foydasi bor shuni. Yani buzulmaslik foydasi bor. Va sababu fi ixtilafihim tashbihuhum al-i'tikaf bil hajj. Demak, mishar hajga qiyos qilish bor. E'tikofni hajga qiyos qilib, hajni shart qilish bir ruxsati bor. Fi anna kilayhima ibadatun mani'atun li kathirin min al-mubahat. Chunki har ikkisi nurg'un mubah ishlarni cheklaydigan ibodat. Hajda masalan ihrom bog'laganda cima qilolmaydi, chat tushirolmaydi, hokazo. Nima? Wal ishtiratu fil hajj inma sar ilayhi man ra'ahu. Demak, mishadamda hajni shart qilgandan mishadim shartdasi bo'ldi degani ma hadisga asosan shunday. Hadis Duba'a radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala la ahli bil hajj washtarati anna mahalli haythu habastani. Bu Duba'amda Rasulullohning bir navrisi. Tağıstan kızı. Duba bint Zübeyir İbni Abdülmuttalib'ma bu ağırıp kaptıken. Ağırıp kalırken de hecki çıksam ben ağırıp heciklanmaya kılışım mümkün. Bu biz kilercili vacip bulup kalmışsın ama kanda kılmaya diyen ki hecik kılışını kağlamışsın. Ağırken şart kıptırıp Allah ben hecik niyet kıldım. Kaçan ki ben 20 yılda ağırıp kılıp hecik devamlaştıramaydıgan bolsam ben şart tutup kalma. Şartrak tutturay. Dep mında şart kılan deptken. Kiler yili onu qayt qilmas. Uçak kılmışsın buldu. Qiyeni qilanda? Ya kılmışsın buldu uçakda. Şart kılgan deken. Eğer nima kılmışsa, da şart kılmasa ilericide hiç kılmışsın mıydı? Şartda 20 yıl to'xtab qoldi, hech adam bo'ldi demda. 20 to'xtab qoldi, hech adam bo'lmaydi shu. Hech qilmagan bo'ldi, lekin uningga ya jazo yoki ilericide qilish degan narsa kirmaslik kerak. Lekin u hech yo'q bo'ldi. Albatta bu 20 yil to'xtab qolgan hech yo'q bo'ldi. Lekin gardiniga biz narsa kelmaydi hamda. Gardin kelmaydi, lekin aman alaqadan nashqi saqtib ketmaydi badandan. Bu biz o'tganlik uchun kilarjil cho'qim qilish kerak emas, bu balki ma'nosi aniq emas hozir. Ammo masalan ya qon keldigan masalan. Boshqunda to'g'ri, unda aniqqa kafara jazo bilan kimay. Hech qanday kelmaydi demakchi. Unda hech qilish kilarjil yana bir qatim qilish kerakmi? Ma'ni qilmagan ekan. Chunki hajni bir qatim hajga qilmasak ham, chataqsa kilarjil aqdlam shuni qilish kerakmi? Aqdigini qilamiz, yana ba'zan 2 qatim keldiganlar bor.
Yani düzültüp kaldı yana. İkinci katında. Ama kılamasa erimizciler. Birinci katın buzultup kelip kalsa ulapdakilarni qilish shart emasdi? Şart. Şart. El-haccu min qabil degan shu. Shu aytgan şuna anadan tug'ilma oldiga ibodat. Onu unda asallam unda anadan tug'ilma olib qolsin bo'lmaydi. Bek riyozatchiga bek jafo mushaqqat nurg'un pulmal sarf qilib bunda qiladi. 300 dollar yozib qo'yib, ajbada qildilar diplomini biznab qo'ysa, shahodatini ajyola qilmaydi. Jinini ilkiga olib qo'yib, xuddi jangovarlarni birdan gap. Dasilib ketamdi, o'shidan kesib yiqilamdi, hamma ish mumkin. Baramaydiganlar qiyri ketganlar uchun hajbedal qilsinlar. Hajbedalimda qanda badal hozirda tijorat shaklida taqmoqillam ha 500 dollar 300 dollar sizlar badal qilib beramsizlar bizga ba'zi u qilamdi qilmamdi ish qilib qo'yimichi uchrab ketamdi unda badal qilmaydi faqat lam qarz hajni ado qilib bo'lgan o'zining tuqqini yoki yaqin bir adam bo'lsa bu amisa ya pulanmay faqat pulanmay bo'ldim men siz o'zing balasi bo'lsangiz yoki yaqin tuqqini bo'lsa ya shogirdi bo'lsa ustozim uchun masalan ya anam uchun dadam uchun qilolmabdim men beribdim qilib o'zi qilib bo'lgan bo'lsa o'zining farzandini anda ikkinchi qadam kesib tatavo bo'lgan bo'lsa faqat pulanmay hamma chiqimni o'zidan qilib buni berib kelsa o'sha rasulullohning vaqtidagidek shu rasululloh ruxsat qildi atam ya anam tugida o'tirolmaydi uni o'rnida men qilsam bo'lamdi ha qilsangiz bo'ldi dedi endi ma'qula ba'zi keyingi olimlar dedi qilib qo'ysa bo'ldi lekin ish qolmaydi faqat chiqimini bersang bo'ldi dedi ama chiqimi hozir bizning vatanda 300 dollar yetamda 500 dollar hozir so'layotgan tijoratga aylangan ajbadal mumkin emas Jutta Behramin ailesida safarning azobini tatmay, ochlik azobini tatmay, arg'illik azobini tatmay, jiq-chiqim qayda nimasini tatmay, jutida ayz xotirjam Behramin o'tirib 5 dollarni ivatib qo'ysa, majbur bo'lmaydi. Bu o'zini qo'llashdi iborat. Ibodat deganda kiragash qilamda, ibodat nima masalan pul berib, kira qilib ibodat qiladigan shoma, undasi namoznimi, 5 vaqt namozga, har namozga 10 dollar, 50 dollar berib namoz o'qimay o'tdasin, namozni boshqa o'qib qo'ysin. Ro'zdimi pul berib tutib qo'ysin. Bu takalifdan butunlay yengilsin. Shunda boylik yo'qqa qanchalik pul beradiganlar. Saudi Arabistonda asli bidat deyish kerak buni. Ammo Saudi Arabistondan shuncha foydalanadigan krem, tapavat ba'zi ishlar bor, unda shuni bir cheklab ketmaydi. Odatda endi favqulodda ixtilof bo'lgan masalalar bidat deb turib olgan. Masalan, namozning oxirida qo'l ko'tarib duo qilsang bidat, odat qo'l ko'tarib duo qilsang bidat. Ya tabaqdan keyin qo'l ko'tarib duo qilsang bidat deb bunda bidatga qarshi jangovar bo'lib ketganlarmi? Saudi Arabistonga borib ajbadal tijorat qildi. Qo'l ko'tarib nima foyda bor, kirim bor mana. Manfaat masalasi. Ama Rasululloh, sahobalar, osh bizdan shu bidat emasligini belgilab shu turgan, shuni birisidan pul olib, birisiga qo'ygash bormi? Yo'q. Bidat esa birinchi bo'lib bidat bo'lgan narsa. Lekin qo'l ko'tarib duo qilish bidat emasmi? Bidat deydimda shu. 3 ahvoldan boshlab qo'l ko'tarsang bidat deydim. Duoni qo'l ko'tarmay qilsa ekan. Demakchi, ashunda yerdan boshqa yerda qimmatga tekin qo'lni ko'tarib duo qilsam bidat, mandayat qo'lni ko'tarib qilsam bidat deydigan, jangovar qiladigan Saudiyda hadis mushuna bo'layotgan ishni to'smaydi demakchi. Keskin bidat turolib, buni to'smaydi. Foyda va kirim bor. Ammo anda o'zini jangovar ko'rsatgan chiqim ketmaydigan, manfaatini quruq qolmaydigan jangovarlik bo'lsa, mayda kirib chiqadi. Chunki unda bidat ziyon yo'q-da unga. Aksi foyda bor. Qattiq sunnatga amal qilgan bidatga qarshi jangovar bo'lgan kelmaydi. Uning ustiga hozir ajbadal degan ajoyib bo'lib ketdi hozir. To'rda shirkat qurib, ular. Shirkat san xotirjam bo'lsa, qanday yerda bo'lsang, dunyoning qanday yerda bizga shu majbur pulni shundan bo'lmasang, kredit kartalarni to'rdilam taqa. Sen xotirjam bo'l, nima bo'lsang biz adam belgilab, sen o'rnini ochib qo'yadimni nima qilmaymiz, o'rlashtirmaymiz. To'rda shirkat bor. Bunga o'ylamadim, fatvoni olib, shar'iy taqa tayanchiqni belgilab qo'yibdilar. Ustiga o qo'ymishini qanday qildi? 50 odamdan pulni yig'ib, Bengaldan 10 odam qildi ya qilmaydi. Balki bir odam men 50 qildim deb imzosini yo'llab qo'ydi, unda o'zini qo'llaydi. Qo'ymishlik iborat. Ana mishada hajda boshqalar uchun qilib qo'ygan avval boshlanma. Ana bu yerda shart qilish bo'ldi hajda. Lekin hadal aslu muxtalafun fi fil haj. Lekin mana bu hajda mamda bunda shart qilish masalasi al-mutir ixtilof bor. Bo'ladi, bo'lmaydi degan masala bor. Undan keyin bu toza
cem asmaydı. Fal qiyas fihi daif. Qiyas mı bunun da tuttura turamaydı. Karşı tarafın nazarında dedi. Demek bunda şartlışı yok. Halsan etkap tutu şaraitin yer barsa, hiç qanda etkapning şartını buzmayman deb chirsa, agar uni bulanmaydigan bo'lsang, ya manda shartli olaman, mandaning belgilama demay, sen o'zingning uyda o'tag'an. Buning uchun vojib bo'lmadi ekan bu. Shunaman shariatning yer barsan Rasulullohning sunnati. Albatta hamda sunnat muakkada Rasulullohning sunnatini qilish. Buni ba'zi odamlarning turmushi nurg'un insonlarning ehtiyoji, xizmati şu adamga tushib qoldigan ahvollar. Yani etkam qilib bu adam, nurga adam normal ketayotgan manfaatdan quruq qoldigan ahvol. Mesela o'qituvchi darsda odam chirvasa, taliblar dars ustasiz qoldi. Mesela Qur'on o'qitgan deydi masalan. Ya masjidda o'qiolmaydi ekansiz. Yani doktor ekan, shu juttamda shu bo'lmizda davomlamay qolibdi masalan. Buningdan boshqa anda xalqning ehtiyoji bor bir odam bo'lsa, bugacha etkam chirvasa, bu xalqning ehtiyoji qamlanmaydigan bo'lsa, etkam qilmay xalqning xizmatini qiladi. Əsərdə bağlı, Sabıl'ın bizsə Mədinə, Məscidin, İbn Abbas mı, buğan çağda, bunda birisi kelib, bunda qazi şirkətdə, bunda əhval etqan çağda, etikabını buzu tutlan, birli çıxıb, onun pul təbirəyib, qazini oxuyab, Resulullah'da mən anlığan, qirindişinin acitdə bolsa, müşü məsciddə 40 gün mü, 40 gün mü məsələn, etikab qılığını əvzəl də var, deyən. Bundan iken xalqlarning aşı ehtiyojida xizmat bağlanıp qalmaydi ahvol bo'lsa, etkab qilgan albatta yaxshi sunnat o'g'ini. Vaqtalafu idashtarata at-tatabu'a fi an-nadr. Anda aqidin ulab manchkin etkab turma deb nazr qilgan bo'lsa, yoki aw kana tatabu laziman, yoki hamda mesela 10 yil oxirida turman degan bo'lsa, tamam? Bu tatabu bo'lish kerak hamda bu avtomatik bu tatabuni bildirdim. Bunda bo'lib qolsa, talash tortishadi. Fa mutlaqun nazr andama yara dalik ma hiya al-ashya' allati idha qutat. Misal bir iborada bir bor. Siznikida qandaydir? Misal bir iborada chiqqan so'z bo'lishi mumkin. Anda mandarsin va fi mutlaqun nazr andama yara dalik. Yani mutlaq nazrda masalan, nazr qildim, etkab qilish desa, bir necha kunni ulab tutish, aqidini tutishni bildirdi deganning qarashi bo'yicha unda talash tortishadi. ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض مثلا بعض أهوالله كسل olab qoldi, ba'zi bir ishlar olib qolsa, e'tikofni shundan uzib qo'ydi. Uzib qo'ygan ekan, kasaldan saqaygan chaqda qanday qildi? Qayerdan davomlashtiramdi yoki yangi boshlardan o'qidi. Masalan, 10 kun dedi, ya 5 kun dedi. Oraliqda 2 kun o'tgandan keyin kasal olib qoldi. 1 kun kasal olib saqayib yana chidi. Chigandan keyin yana yangi boshlardan tutamdi. yoki kelgan yerdan 2 kun o'qigan, bu da 3 kun qilsa 5 kun bo'lamdi. فإن منهم من قال إذا قطع المرض الاعتكاف بنى المعتكف وهو قول مالك. Deb banaligini burunqa nimaga davomlashtirib Shu araliq kasallik qolgan araliqni chiqarib o'tib, kelgan yerdan davomlashadi. Demak, bu Imom Malik, Abu Hanifa, Shafi'ning qarashi ekan. Va minhum man qala yastanifu al-i'tikaf. Ba'da yangi boshladi. 10 kun e'tikof kiribdi, 10 kun nazr qilib 2 kun o'tgandan keyin kasallik qolgan bo'lsa, saqaygandan keyin yana boshdan yangi boshlardan boshlaydi. Wa huwa qawl ath-Thawri wa la khilafa fi ma ahsabu indahum anna al-haida tabni. Bir ayol e'tikof qilgan bo'lsa, 10 kun e'tikof qilaman deb nazr qilib e'tikof turibdi. 3 kun bo'lgandan keyin odat kelib qopti. Keyin yana 4 kundan keyin saqayib, chesa qanday qildi? Kelgan yerdan boshlaydi. Chunki buning qo'lda emasdan bu, kasallik shunday qo'lda bo'lmas kerak. Bu shunga o'xshash desak bo'ldi kasal. Kasal bo'lgandan keyin kelgan yerdan boshlaydi bo'ldi. Vaqtalafu hal yakhruju min al-masjid. Sizga yakhrujmi, takhruj? Yo'q, takhruj desak, ash hayzda ayol, shu hayz ko'rgandan keyin e'tikofda turolmay masjiddan uyga chiqish kerakmi, kerak emasmi? Ha? Bu bir gap. Yoki yakhruj bo'lsa, burunqa odamlar, kasal bo'lgan odamlar masjidda davolanishga yetish kerakmi yoki sirtga chiqib, sirtda davolanish kerakmi demak. Yani ixtilof bo'lgan masala, idza junnal mu'takifu aw ughmiya alayhi hal yabni. E'tikof turib ma'lum muddat behushroq ketdi, oyilib ketdi yoki saramlab qoldi. Keyin o'shirib tashnama, o'shalgandan keyin qayerdan davomlashtiramdi yoki yangi boshlardan boshlamdi. Yastaqil degan yangi boshlardan boshlar. Va sabab ixtilafin fi hadha al-bab annahu laysa fi hadhihi al-ashya' shay'un mahdud min qibal as-sam'. Yani aniq bir hadisdan ko'rsatma yo'q.
فيقع التنازع من قبل تشبيههم. demek misal qiyas qilamdik, qilmamdik deb uni o'xshamdik, buni o'xshamdik deb ixtilof bo'lgan masala, ittifoq bo'lgan masalaga qiyas qilib qo'ydi dedi. Necha ibodatda. Aw fil ibadat allati min shartiha tatabu yoki boshqa aqma ulab qilish kerak bo'lgan ibodatlar masalan ro'zaga o'xshash, shuni qiyas qilib qo'ydi. والجمهور على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر. Ko'pchilik olimlarning qarshida e'tikof tutgan kishining e'tikofi nafl e'tikof deyiladi bu, nazr emas. Uzrsizlam o'zi buzutib qolsa, anna vajib fil qada lima thabata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arada an ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan, falam ya'takif fa'atakafa 10 min Shawwal. Yani ayollar hammasi sidirtib qoldi-ku. Bo'lgan cho'sha buni deblam o'zingizmi shu tiplam e'tikof o'tamayman dedi. Keyindan 7 kundan keyin 10 kun Shavvolning dasturida e'tikof o'tadi. Demak Shavvolda qildi. Mana bu Shavvolda e'tikof qildi degani Ramazon bo'lmasa-mu yil bo'yi e'tikof tutasiz bo'lganligini bildirdi. Yana bu Shavvoldan qildi degani ro'za tutish tutmaslik qilsa chetishlik bor. Chunki Shavvoldan cho'qim ro'za tutgan bo'lishi 10 kun ehtimolli shunami? Ammo Ramazon bo'lsa cho'qim ro'za bor dedi. وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب. أما نذر قلش أرقل واجب بولاب ketken etkap bolab qalsa, uni buzutib qalsa, qazasini cho'qim qilish kerak. Xitlab yo'q bo'lishi mumkin buni bilishingizlar. والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه. Yani ko'pchilik olimlar cho'ng gunohdan birini qilib qalsa, etkap buzilib ketadi. Masalan zina deydi. Masalan unda cho'ng gunohdan birini qilib qalsa, adam o'tirash, zina, faqizlar bunda qilib qalsa, etkap buzildi. فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده. Biz mushu babda bahs qilib o'tishni muvofiq kelgan qoida xarakterlik masalalar mushular. Bunun boshqa parcha bir masala ko'p, lekin bizning maktabda qoida, usul xarakter va masalalarni bahs qildik. Mantiq munosabatlik masalalarni bahs qildik. مشلان طلدق والله الموفق والمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.